Qara, radiatordagi teshikni ko'r. Kimdir uni ilma teshik qilgan. Nima qilibdi? Bu g'aroyib bo'lar. Yutqichdagi o'q tizimni bo'laklab tashlagan. Ketni butun daholigini ishga soldim. Sizlarga bu yoqadi. Blokni quvvatlantirishga ulaganimda Barcha avtobuslarni chorlayman. mana shunaqa. Bu yuk mashinasi emas. Nazarimda transformer topib oldik. Qochib qol. Qayoqqa? Aqlingizni yedingizmi? Uni bu yerda hoziroq yo'qotish kerak dedi. Qo'rqma, tuni bilan shu yerda edim. Hech nima. Bu yuk mashinasi emas, bu o'zga sayyoralik rahmsiz qotil. U hushiga kelmay o'ldi. Almisoq matoq. Quloq sol. Menga kim xabar berishini bilaman. Hukumatdagilar bilsin. Chinakam vatanparvarlar shunday qiladi. Agar ularga xabar bersak, $25,000 berishadi. O'ylab ko'r. Hech kim unaqa pul bermaydi. Tiriklay ushlasang, unga yorlig'ingni yopishtirib qo'ysang,